Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər, proqramımız xoş gəldinizlər. Bugün Kanadadakı Mehmet Toxta efendi bilan proqramımızı başlayırıq. Mehmet Toxta ağa, proqramımıza xoş gəldiniz. Hoş bulduk Furkan. Ağa, sizni tanıydıqlarım var, tanımaydıqlarım boş mümkün. Şoň özüňizni bir qısqaça tanıtyp etseňiz, aňdan keyin bu Kanadada berip atgan teşkilatdaki mesela faaliyetler toğruluk biraz qısqaça tanıştırıp ötmesiz. Köp rahmet. Aldı bilen bu programın sadık körgüçilerge ve başka kardeşlerge salımını yollay. Benim ismim Mehmet Toxta. Aralda köp kardeşler biliriz gerek. Kanada'da yaşayman. Bundan çıkkanda Kanada'nın pişkadım olup kaldık. Belki 27 yıl oldu. 27 yıldan buyan halkımızın avazını Kanada'ya tanıştırış. Kanada'da Uygurluk yoki Uygurlar hakkında ma'lum bir düşünce paydo qilish ve mümkün bo'lsa Kanada'da ommaviy jihatdan ve parlament ve siyosiy jihatdan Xitoyga ta'sir ko'rsatish orqali xalqimizning beshidagi ig'irchiliklarni yengillatish shu g'oya bilan ishlayotganimizga 27 yil bo'ldi endi. Eng xalqimizning bizni ko'proq esda tutilgan yoki xotirlaydigan ishlardan endi birinchi bo'lib shu 2020-yili 10 ayning 20 kuni Kanada parlamentining kishilik huquq komitetida Uyg'ur erkak qirg'inchiligini birinchi bo'lib dunyo miqyosida Kanadaning qabul qilishi. Anadan keyin Kanadada shu Uyg'urlar haqida uzluksiz şu guvalık beriş faaliyetlerine toxtamay ilip berilişi, ondan keyin Kanada baş ministerinin Uyg'urlar haqida toxtamay so'zlab turishi. Bununla qo'shilib hamda şu Kanadadagi 14 cho'ng shirkatning Xitoyga solgan mablag'lari va bo'libmi Uyg'ur majburiy emgakidan ilayotgan naftlari haqida tayyorlangan arz shikoyatimizni Kanada federal tekshirishiga beriş orqali bu 14 şirketning jazolanishini qo'l keltirish buni nurg'un qarindoshlar yaqindan izladi. To'g'ri. Ondan keyin Xitoyning bu Hikvisionga yurgizilgan jazo. Anadan keyin Kanada pensiya fondi, o'lkalik hukumatlarning pensiya fondi, universitetlarning o'qish pulidan tashkillangan fondlar va bu fondlardan hamda 70 milyar dollardan ortiq pulning şu bizning harakat qilishimiz va Xitoydan yandırılıp Kanadaga qaytarib kelinishi. O'sha vaqadan keyin hamda Xitoylar biroz ig'ir kelgan bo'lsa kerak. Menga va tashkilotimizga Xitoy hukumatining jazo yurgizishi va 10 ming Uyg'ur masalasi hamda bir qancha cho'ng masalalar shu haqidagi xabarlar yoki faoliyatlar bilan ko'plagan qarindoshlarimiz taniydi. Hiç siyasetga aralashmaydigan va Uyg'urlarning siyosiy xabarlariga qiziqmaydiganlarmi Kanadaga yetkazilgan 10 ming Uyg'ur masalasi haqida belgili tushunchasi va u jihatdan taniydi deb qarayman. Shularning hammani shu men boshchilik qilgan shu Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti Kanada boshlamchilik qilib ishlab kelyapmiz. Köpden köp rahmat hamda. Hamda ikkinchi savolga o'tsak, necha vaqtdan qilib kelayotgan xizmatingizga köpden köp rahmat aytamiz hamda. Buni bildiganlar bor yoki bilmaydiganlar bor. Buni o'zingizning og'zi bilan boshqalarga aytgan vaqtingizda sizni tushunishga, sizni yaxshi tushunishga tig'imi qo'l keltirib bo'ldi. Bu da savolimiz bo'lsa, bu 24-oktyabr Kanada parlamentida o'tkazilgan guvohlik faoliyati bo'ldi. Masalan, Xitoyning chegaralar qilgan bostirishlar bo'lsin yoki shu oldimizda elinib kelinayotgan M62'lik Uyg'urlar to'g'riliq degandek. Shu to'g'riliq guvohliklar berildi. Shuni bir tafsilotini aniqroq qilsangiz, xalqimiz bundan xo'shallansa deb o'ylayman. Köp rahmet Furkan. 23-yıla yani 10. ayının 23-yıla Kanada parlamenti kişilik hukuk daimi komitetida Kanadaga keladigan Uyg'urlarning programmasining ismi shu M62. Şu programmaning taraqqiyoti va saqlangan masalalar buni qanday qilib tuziltish mush haqida parlament a'zolari bilan bir guvohlik berishimiz bo'ldi.
Bu Guvalık bir yığınlama ötken yıl şu parlament yazlık tatil kirişten burundan başlap tayarlıq kılıp işlege turgan. Bunda hazır Türkiye'nin nurgun karındaşlar saklawatydy ve bizde kaçan ketimiz hem adamın kallası düşürdü. Ondan keyin başka devletlerdeki uygurlama bizge kaçan nöbet kildi. Xuddi bu ya biz ayırıp koygandak bilen yoki bolmaydı. Bizden kolumuzdan kelip turup ularning işlerini aslı qilib yoki biraz söylese yoki kendi yolmasa bu işler iştiglab qoladigandak shunaqa qarab Kanadada bolup ötken yılı Amerika'nın saylamını Donald Trump efendi tutkandan buyan dünyadaki köçmeller meselesi mühim mesele olarak oturup çıkmadıdan. Amerika mahsus şu Amerika'daki yaşayacağın Amerika hükümetinin fikri boyunca etkanda kimliksiz yoki qo'lida dokument olmagan köçmellerni heydash uchun maxsus ICE yani bir sakçı birimi kurgan alayda kuvvet nimesi degandek. Nurgun insanlarni özlerine vatani qaytırdı. Hatta qaytırılganlar için Amerika vatandaşlarını hatta alta qaytırılgan Allah bildi. Avrupa'da mı şu köçmeller karşı yani Müslümanlar karşı mı daqşatqanda her xil siyasi yıkımlar güçlük alda oturup çıkmadı. Burunqadek qabul qilish nisbati tez emas. Hatta şu köçmellerni ve bular bu Müslüman köçmellerni qo'g'lab chiqarish haqida bir siyosiy partiyalar shakllanadi. Shunday sharoitda bo'libmi Xitoyning virusidan keyin dunyo vaziyatida shakllangan umumyuzlik mal bahosining o'sishi. Ananiki insonlarni iqtisodiy jihatdan o'z turayotgan davlatlari belgili qiyinchilikka yo'liqishi. Bundaq avvalda burunqi mertlikler yoki insonparvarlik his tuyg'usi insonlarda bo'lgan azlar oldi bilan o'zini o'ylaydigan oldi bilan Kanadani bir ayvash keltirayli o'zimizning qiyinchiligini hal qilaylik deydigan tushuncha eqimi Kanadada shakllanishga boshladi. Shu sababdan ham Kanadada bir saylam bo'lgan bo'ldi. Saylamning eng muhim saylam moddasi shu ko'chmalar masalasi. Ondan 2020'den 2024'ning oxirigacha Kanadaga 4 million odam xalqaro o'quvchi bo'lib yoki bo'lmaydi vaqtli ishchi bo'lib kelib viza toshqanda ketmay bu odamlar bir şey yetib oldi yani panohliklar. Buna bilan qanday oldi deganda Kanadaning bu panohlik sistemasini kilitlab qo'ydi. Bir ekvatga irq to'silib qolgandek o 4 million odam biroqli sistema kirganda Kanadaning mavjud köçmeller kurulması, bu insanların işçiye kararı verdiğin sotçularının sani, yükü bularının hepsi ağırlap ve 2-3 gündüz işlesimi bu insanlarını şu 10 yıl içinde bir taraf kılanmağa dek bir resmi. Normalde Kanada'nın yıllık köçmen iliş sani 200 bin etrafıdır. 4 milyon adam yani 10 hisse bıraklı kelgenden keyin Kanada'da uyuna basırılap gitti. Anadaki insanlar uyunu icarı sürülüp gitti. Bu hem rengi tasir kıldı. Bu şundak ictimai ve siyasi iktisadi ak görünüş altıda aslında Kanada hükümeti Kanada'daki köçmellerini kıskartış hakkında bir yürüyüş tedbirlerini ilan kıldı. Hem de hazır bizning bu M62'de karındaşların aşımı bir deslepki Türk'ümde kelgeller kilovatıdı. Hazır mı kilovatıdı? Semmemiş katada kelgeller cidden. Ama buna dinkin kilgallar hakkında Kanada'daki mevcut. Ondan sonra şu bu M62 terkibinde karındaşlarımız hükümetin yardım bilen kildi. Bunların adın zeyğice hem bir çıkımını hükümet kıldı. Hatta Mişel Kergendikin bir yıllık çıkımını hükümet kıldı. Bu hükümet nispeten bir ağır yük hem de biz nayet yol menet boşlu şuna kalkıygan. Hem yeni bir taraftan etsek Kanada kilimende Kanada talep kılgan kesipler boyunca özünün diplomaları ve iş tecrübesi bolgan. Yoki Kanada talep qilgan mablag' selish turlari bo'yicha 1,5 milliondan 2 million dollargacha Kanadaga mablag' solaman deb tayyor saqlayotgan 3 million odam bor. Yani Kanada hukumatida ham hozir ba'zi insonlar biz tayyor o'zining puli bilan kelib, o'sha Kanadaning iqtisodiga to'p qo'shalaydigan keliblar, hatto mablag' selib mishari ish imkoni yarata oladigan odamlar 3 million odam saqlayotsa, uni qarib qo'yib biz nima deb hozircha bizga bak iqtisodiy unum yaratib
Bu insanların şu aeroplan biletinden başlap bir yıllık çıkımları bunda çıkım ekilemeyiz. Degandek bu sual normalde sorulmagan bile hazır soruluş kılışın. Şu sebepten bu programmadan biraz tizleşenmesliğinin sebebi şu. Hükümet de hazır bütün ministerliklerden 15% özünün bütçesini yani maliye raskodunu kesişin talep kılatıdı. Biz hem de bağ gücümüz bilen bu programga tesir kılmasın der. Şu parlament ispat berişigini delmişin için oralaştırıldı. Hem de Kanada bu köşmeller daimi komiteti ispat berişiginden keyin allaqacha hükümetke şu ispat beriş jarayonida deyilgan gaplar ve o'tirg'i chiqqan takliflar bo'yicha hükümetke o'zlarining shu M62ni qandaq tizlashtirish haqida talablarini allaqachon hukumatga yetkazib bo'ldi. Unda erta Kanadada cho'ng bir kun bo'ladi. Hukumat moliya rasxodini parlamentga sunadi. To'rt bilan kutimiz va qaraymiz bu moliya rasxodida ko'chmanlar ishida hamda insonparvarlik va mehribonlik deyli. Humanitarian ve compassion deydi İngilizce. Birisi insonparvarlik, yana birisi bir mehribonlik, ojizlarga hamda bir mehr muhabbet berish. Ularni yo'lash shundoq bir programımız var Kanadada. Shuningga ajratilgan moliyadagi chiqim qanchalik? Uni qaraymiz endi. Chunki shu chiqim bundan keyin keladigan qarindoshlarning nimasiga ta'sir qildi. Shu sababdan har jihatdan ishlab imkon bor M62ga hozirgi bo'layotgan talash tortishlar ta'sir qilmasin. Hani hükümetning ko'chmanlar haqidagi siyosiy jihat ilib boradigan ba'zi o'zgarishlar va islohotlar M62ga ta'sir qilmasin deb bütün kuchimiz shu. Hamda hozir hukumatdan bak parlamentda 3 siyosiy partiya o'rtaq ovoz bilan bu takliflarni yo'llaydigan bo'lg'achqa. Bu biraz unum jihatdan kuchli kerak bo'ldi deb şu parlamentning guvohlik berish orqali hukumatga o'zimizning gapini hamda parlament orqali yetkazyapmiz inshaalloh. M62 ta'sir ko'rsatmas deb umid qilamiz. Ko'p rahmat. Hamda bu menchim bo'lgan vaqtda o'zimning ko'rgan bilgilerim qattiq azroq tushunchamni deb o'tsamsin. Bu yerda kelgandan keyin haqiqatan bir asli diniy erkinlik bu Kanadada ekan tuq emasmi degidek darajada o'ylab qoldim shu hamda. Nurg'un narsada masalan ishga o'rlashtirganlar bo'lsin yoki eng oddiysi bank kartı bujurdi o vaqtda. Men burun yashab o'tgan davlatimda masalan kredit kartasini bujurish uchun mush kelishdan avval 10 yildan keyin aran bujuraldim-da hamda. Kredit kartasi pulga kredit kartamizga nimamiz yo'q, ammo ba'zi ishlarga cho'qim kredit kartasi bilan ish qilishimiz to'g'ri kelib qoldi ekan. Shu darajada hamda tasda hamda ba'zida qilib berasimi qilib bermaydigan gap nurg'un ahvolda. Masalan bu yerga kelgandan keyin masalan bankka boraylik yoki nurg'un ishlar bo'lsin, yordam qilib o'ysa yangi kelsa manda qilgin, ish topolmagan bo'lsam organga borgin, miyaga borgin, uy topolmagan bo'lsam qurumga borsang sana yordam qiladi degandek. Mushundaq ko'chmanlarga o'sh bo'lib ketib qolganlik bir turkum masalan parlament nima partiya qurildi dedingiz emasmi? Ashtaq bir besim asildimi? Yerlik xalqniki uncha ular bekalqa ashqum milliyatchilikka aniq ketmaganligini his qilib o'tdim. Shunday yaxshi bo'lyotdi. Hamda bumi degandek men til kurslariga borgan vaqtda boshqa millatlarni ko'rib qolamiz. Hatto 10 yilning yoqi shu ingliz tilini ravan bir ekip olanlar şu faqat davlatning yordamini yeb yetib bunda qilayotgan bo'lganki balkim bu bizningki ma o 62dagi qarindoshlarga balkim qolgan bo'lishi mumkin. Shunga hamda buni oldirmay sabrchanlik bilan kuchsak teg'imi yaxshi bir natijaga erisha olamiz deb o'ylayman. Ham buni lekin sizdan to'xtab qolmay buni qarta teg'imi har xil nima deymiz bismillah qarta bir çözümlemdik. Bunun qarta bir o'rnib chiqsangiz inshaalloh teg'im yaxshi bo'lib ketishiga tilakdoshmiz inshaalloh. Hamda oldin qapda nima Xi Jinping bilan nimaniki Kanadaningki bosh ministri nima qildi? Ko'rishgan bo'ldi. Bular o'tirdi nimalar bo'ldi? Nima masalan buningdan keyingi faoliyatlarga ta'sir qiladigan bir ahvollar bo'lamdi. Shuni qarta bir ko'z qarashingiz deb boqamsiz.
Bu hem de Kanada noktasından ve Xitayning bergen bayonotlari qaraganda Xitayning noktasından mı buruluş karakterlik bir uçuruş bo'ldi deb shunday baho berishdi. Mayli Shi Jinping bo'lsin, mayli Kanada bosh ministri Mark Carney bo'lsin, har ikkinisi. Unda bo'lishi bu ikki davlatning munosabati shu oldingi 8-10 yildan buyon bek jirikdi. Yani biraz Hoş. bu Uyghur erkek kırgınçılık kabul kılınğandan keyin 2020 nay tüven sebep çıkmadı. Onadaki pat Kanada'da Uygurlar münasebetlik çık kararlar elinip anadan keyin işler bolgandan keyin Xitaylar bundan rahatsız demdi. Amerika'nın Kanada'ga keskenmez uxlap qopatla baş koyduğun bir adetini çıkarıp aldı. Şunu olan Kanada tuncu qatim özünün tarixida özlerinin ak köngülliginin kurbanı bolganligini his qilib yetdi. Undaq bo'lishida men kelganda bu batı bu Kanada'da şu turba yollarını yasaştırması bir partiye karşı çıkarttı daim bunun için. Hoş. Tabii Amerika'da en çok baza tutsa biz başka baza izlep nima qilamiz deb şu. Şimdi Kanada tabii baylık satadigan devlet. Tabii gaz olsun, neft olsun, kem uçuraydigan metallar olsun, alüminyum olsun, polat olsun, anadan keyin yağaç olsun, hemmesi ham maddelerga münasebetli narsalar. Onda bo'lg'achqa bu ham moddalarning bu dunyoda bozor ishtik moddalar hammasi. Hoş. Tamamlaydigan narsalar emas. Hoş. Hozirgacha ham Amerikaga shu munosabatni shunday qurib, ikki davlat qo'shni o'xshash madaniyatga ega, oq ko'rinishimiz bir, bizning munosabatimiz azaldan do'st dushmanlik asosida emas deb bular shunday kelgan. Ham tunji qatim tarixida Kanadaning birisi Amerika'nın bir ştatiga qo'shib olishdan iborat mayli chaqchaq o'rinda bo'lsin, mayli bir davlatning prezidenti bo'lgan degandan keyin jiddiy bo'ladi. Hoş. Kanada tunji qatim nim bo'layapti deganda bir savolni o'zi qo'ydi. Ikkinchidan bu baş qo'yishlar masalasi emas. Kanadani bir xil ko'zgilmagandek bir xil muomala hozir shu matbuotlarda deyilyapti demdi. Biz bek edeplik bek yaxshi bo'lib ketgachga bu biz biroz qimmatimiz nima qilmaga o'xshaydi deganda Kanadadan ig'ir ranjish bor. Yani mushuna sharoitda hamda Kanadani qila oladigan bir ishi bor. U bo'lsa Kanadaning tijoratini kengaytirish. Boshqa davlatlarga, Amerikadan boshqa davlatlarga kengaytirish. Amerikaga bo'lgan Muhtojlik. hozirga bo'lgan beqinmachilik deylamda. Ha, biqinmachilik. Azaytish. Şu hozir Kanada şu prinsip jihatdan şu qarorni oldi. Böyle Amerika nima desa desin, Amerika bilan bo'lgan bizning munosabatimiz bo'ldi. Bo'lmaydi. Mana endi biz bu darsni esimizdan mangu saqlaymiz deb, hamda savdoni kengaytiramiz va savdoni ko'p xillashtiramiz deb mush yo'lga chiqdi. Dastlabda bizning kallamizda bir savol botdi. Bu savdoni kengaytirish va savdoni ko'p xillashtirish Xitoyni o'z ichiga olamdi yo Xitoyning sirtidagi Avrupa Birligi, Yaponiya, Koreya, Avstraliya va ASEAN davlatlar bilan bo'lamdi deb. Bu haqiqatan endi demakki Xitoyni o'z ichiga oldi. Hoş. Demakki hozir shuni qildi. Endi bu Xitoy bilan bo'lgan bu tijoriy munosabat yolg'iz shu neft, xam modda munosabatli shakllanib qolamdi. Yo'q bu taraqqiy qilib boshqa yerga ketamdi. Hozir endi Tashqi ishlar ministrimizning bayoniga qarasak, strategiyalik hamkorlik munosabati degan gaplarni da'vatidi. Bu yomon diplomatiyada shun gaplarni davlatlar o'rtasidagi munosabat strategiyalik munosabat degan gap. Sening manfaating menga bog'liq, mening manfaatim senga bog'liq, ikkinimizning manfaati o'rtaq deganlik bo'ldi. Hoş. Bu nereden naqshi bo'ldi? Bu taqa qarab ko'ramiz. Ikkinchidan Xitoy bilan bu g'arb davlatlari 90-yillardan boshlab savdo qildi. Xitoy taraqqiy qilsa, Xitoy boy bo'lsa, Xitoyga siyosiy jihatdan islohot bo'ladi va demokratiyalashib ichiladi texmo. Xitoy shu demokratiya erkinlik nuqtasidan texmo musbat qadamlar bosadi deb bunda xayol qilgandi. Hoş. Mana 30 yildak avvaldan keyin ochiq tajriba shu bo'ldiki, bular texnik jihatdan yordam qildi, iqtisodiy jihatdan mablag' soldi, hamma ishni qildi. Xitoyning kuchlanishiga mushamandab Uyg'urcha gap bor, pishongda ko'targandek shu. Hoş. Ko'tarma qo'yib bergandek Xitoyni shunday yo'lidi. Mana Xitoy hozir bularni ko'z qilmaydigan yak keldi. Hattoki Xitoy xafa bo'lmasin deb o'sha keyingi 30 yilda
kishilik huquq gaplarini bak demaydigan bo'lgan g'arb davlatlari. Xo'sh. Kishilik huquqni bir yanqarib qo'ygan. Buni hozirgi Xitoy g'in qilmadi. Shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik usubusi hatto hali cho'ng gaplarga Xitoy pisand qilmaydigan shunaqa holat keldi. Chunki o'zining kuchlanganligi ishandi. Endi bundan keyin shunday tajriba oldimizda tursa, g'arb davlatlari yana o'xshash yo'lni mangamdi. Hozir shu bir oylik yo'nalish qarasak, afsuski shu o'xshash yo'l takrorlanadi. Amerika hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur majburiy emgigi, Uyg'ur masalasi degan gapni demaydigan bo'ldi. Anglamadik hech bo'lmasa. Yevropa birligi shunday. Yevropa birligi Xitoyga amaldor qo'ygan ba'zi jazoni amaldan qoldirdi. Xitoymi Yevropadagi ba'zi millat vakillari qo'ygan jazoni amaldan qoldirdi. Buni bugungi xabarda shu Sheffield Hallam Universitetidagi shu professor Laura Murphy Uyg'ur majburiy emgiga nihoyatda hal qilg'ich davr bo'lgich dokladlarni chiqargan ayoldi. Hozir shu universitet besim qilib Xitoyning nimasi bilan, ta'siri bilan shu Uyg'ur tadqiqotini to'xtatishni nima qilib hozirdan boshlab to'xtadi. Agar Xitoy sen buni davomlashtirsang, men sana o'quvchi yo'llamayman, xalqaro o'quvchi. Shuni bilan sening yangi kun kirdigan pul ozlaydi deb. Ya'ni pulga to'di g'arb davlatlari. Mana shunaqa ahvolda endi qadr qimmat, Uyg'ur, kishilik huquq, inson haqlari, universal norma degan gaplar bir yer qilib qoldi va qilib qoladigandek turdi. Bu davlatlarning bu qarori oson olinadigan qarorlar emas bular. O'ylashib, eng oxiri pulga to'g'an gap. Shunda bo'lg'achqa endi nihoyatda qiyin bir va davarimiz nuqtasidanmi oldini ko'ngil olmaydigan qarorliq bir nuqta ketib boradimdi. Xo'sh. Son dunyoda bo'lib Amerikadagi ba'zi besilgan qadamlar Xitoyni kuchlantiryapti. Kanadami o'zining kelgusi istiqboli va texnik ko'proq bozorni itish uchun Xitoy taraf ketib boradi. İnşallah bu mangulik bir siyaset bo'lmas, qisqa muddatli siyaset bo'lar, lekin hozirgi avval mushu endi shu Xitoy bilan bo'lgan AIPAC yig'ini bo'lsin, Osiyo Tinch rayon xarakterli hamkorlik yig'ini yoki ASEAN Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining yig'inlarida bo'lsin. Ya'ni bu yerga ikkita narsa qarasak, Xitoyning ta'sirini ko'ralaymiz. Xi Jinpingning qanchalik erkin aynoq holga kelganligini ko'ra olamiz. Hozir Xitoy xuddi xo'jayinlik rolini o'ynayapti. Amerika yig'inda to'liq qatnashmay qaytib kelgandan sani shu Xi Jinping. Shunday sharoitda hamda nurg'un davlatlar bozor ehtiyoji bor, nurg'un davlatlarning texnikasini sotish kerak, mablag' ehtiyoji bor. Shunday bir qiyin sharoitda hamda Kanada o'z yolg'iz qad ko'tarib meni degan nuqta kelmaydi. Nurg'un davlatlarni qilinmayapti. Shuning uchun endi bizning vazifamiz yana shu ogohlantirishimizni berib, hukumatning ig'ir xatolik o'tkazishni oldini olish uchun qo'limizdan kelganini qilish, ogohlantirish vazifamizni berish va o'zimizning bekitgan programmamiz bo'yicha yana shu xizmatimizni davomlashtirish Kanadadagi asosiy ishimiz. Rahmat, ko'p rahmat. Endi oxirida bir necha kun burun bilan chiqarib ketgansiz Facebook hisobingizga shu Ottavada ochilgan Tianshan restorani to'qirliqdan keyin birsi ichib ketgan bu to'qirliq. Buni bir tushuncha beramsiz, qandayroq bo'ldi, nima bo'ldi, oxirida qanday o'zgarishlar bo'ldi degandek. Bu taxmish juma kuni bo'lgan ish. O'sha bo'lganimiz 3 kun bo'ldi. Bu ballarda menga bu xabar keldi-da, xabar kelgandan keyin achchig'im keldi meni. Bizning bolalar burun anglabdi buni, cho'tg'onmabdi-da. Men qarab nima degan gap, bu Uyg'ur oshxonasi deydi, Tianshan deydi. Tianshanning Uyg'urchasi Tangritog'. Nechimisi Tangritog'ni Missagada, yana boshqa bir shahar bor, qilishimiz ochgan endi, o'xshash ismni ochamiz-mi Xon Tangri deb ochqili bo'ldimda. Tushunammi? Xo'sh. Bu qanday bo'g'di deb ochqili. Ya bir nima ashiya Uyg'urlarga xos ismlar chiqqanda, Uyg'urlarni eksattirdi. Bu qandaylar Xitoychisini ishlatadi bu. 20 yil burun birisi Xinjiang restoranida ochganda, shunga shuna qarshi turib men bo'lgan. Keyin topilib ketdi restoranni. Endi Uyg'ur oshxonasining ismi Xitoycha izlab tursa, bu qanday gap bo'lib qoldi deb biroz achchiqlangan bo'ldim. Shuni bilan bu yerga men taqatdi. Hatto ba'zi planlarni qilgandim, agar shunday bo'lsa,
Böyle hepteni bolduğan namayışına aşkanın aldığı yetkep bundan keyin. Hoş. Onun aldılar namayış kılıp aşkan tahtı öteydiler. Hoş. Biz Uygurlaşını gelip ben biraz ensirgen bu işte Uygurlaşmaktı. Bir Türk içipti. Hoş. Xitayda 25 yıl yaşaganken, anadaki ayağlamı Xitayken. Şöyle ola Uygurlarning tamakını yaxshi ko'ramish. Shu yaxshi ko'rgachga Uyg'ur oshxonasi ochmoq ichish xiyoliga kelibdimish. Endi Uyg'urlarni eng yaxshi taniydigan ism degandan Xitoy xotini Tian Shan desang Uyg'urlarni eng taniydi deb o'zi bilgan bo'yicha Tian Shan degan ismni taklif qilibdimish. Hoş. Shuni bilan bu odamni chaqatqizdim men. Bizning Ottawa Uyg'ur markaziga keldim. Keldirib biraz o'zimizning gapini degan bo'ldik mana shuni xatoligini. Shuni bilan ismni qayta o'zgartib buni Oltay Uyg'ur restorani deb endi Oltay cho'milsa bizning Uyg'ur demasa endi Uyg'urlikni bildirdi. Hoş. Shunaqa qilib buni o'zgartgan bo'ldi. Endi mushu bahonada hamda butun dunyoda qarindoshlar deydiganimiz shu. Tijoratinglarning ismini ona tilinglarda qo'ying. Yoki vataninglarni gavdalantiradigan sizlarning bir vazifanglar yaxshi yolg'iz tomoq setish emas, Uyg'urlarni tanishtirish. Uyg'ur ayakaga odam men tomoq yeb kelmaydi. Uyg'ur degan qanday millat madaniyatini, urf-odati, tomoq nimalarini ko'ray yoki titay deb keldi. Hoş. Shuna bo'lg'achqa vatanning bir parchasini sotamiz endi, vatanning bir parchasini shu mushtariga sunamiz. Shuna bo'lg'achqa ism cho'qim Uyg'urcha bo'lgani nayti yaxshi bo'ladi. Hem keyinchi xalqning oldida ahonatga qolmaymiz. Yuzimiz qizamaydi, beshimiz yerga egilmaydi. Hech qanday Xitoy o'zining oshxonasini Uyg'ur tilida ochmaydi. Doğru. Bunda shulam yana bir Uyg'ur qandaqlab Xitoycha ism ishlatadi. Agar Xitoylar zo'rlab undaq qilsa, kelganlar endi xuddi bolasining ismini Xitoycha qo'ygandek, ism qo'ygandek ishda. Hoş. Bütün dünyada qarindoshlar nayt zil masala diqqat qilinglar deb bir oddiy chaqiriqim bor. Hoş. Bu memde sizin siyasi sezgürlüğünüzü bildirdi. Hem de kiçikkine bir ahval bolsun. Bunun hem de karşı duruş, özümüzün fikrini bildiriş, hatta bunu tapkaş özgərtiş başlandı. Bundan işte bir yaxşı ahval. Hem de başkalarına bu ügünüşüge bunu teşvik kılışımızga ihtiyacımız. Şuna men bir bu doğruluklu sual soruşum. Benim kendim en ahırkı sual olsa, şu hükümet tarafından olsun, ya ki halk tarafından olsun, qandaq besimler uçurab baktınız, özünüzün şu doğruluk bir göz karşınızda dep baksanız, hani kendim sizde mesela sizin nurgun adam yamanlaşım olurken bu işin nuklanma, xuddi işler sizin kolunuzdan çıkadığandek, pulunu sizi tam beradiğandek oylap kalıdı. Anda bu ki hem de özünüzün bir besimleri degandek şu göz qarashlarınız ve xalqqa bo'lgan tavsiyalarınız bir deb baxsanız. Endi bizning xalqimizga nim bo'lish biroz tez. Xo'sh. Xalqimiz bizga kelgan kashni kelmagani uchun, biz mangan sosliqlardan, patqoqlardan o'tmagani uchun, biz yamashgan cho'qqalarga chiqmagani uchun, Xo'sh. biz qolgan zimiston, qahri so'qoqlarni beshidan o'tkazmagani uchun, qiyinchilikni, muhtojlikni hatta ba'zi vaqtda shu Ottawaga berib kelishda tatgan jafolarimizni shu burun men Mississauga o'tirdim. 500 kilometr berish, 500 kilometr ketish, 1000 kilometrlik yo'l bosatdimmi, bir yarim soatlik yo'l. Yani oddiysi bizning kashimizda 1 soat menib boqmagan uchun bizning tatgan jafolarimizni bilmaydi. O'zlaricha bu ishlar oson deb bilinadi. Milliy da'vo xuddi velosipedga o'xshaydi. Pedalni tip turmasa kaniga. Çünkü bu velosiped tuz yarı mengavatkan velosiped, tik tabanga yamışvatkan velosiped. Unda bu başka egreti okaylaracak, tosalgılacak. Şu Kanada'da mı, Kanada Xitay Business Kengashi dep çoğun bir kuruluş var, pulacık bu Xitaylarning. Bularning yolumuzni tosash uchun qilmagan uyalları yok. Kanada'nın senatorda ishkirani Xitay senatori var. Bularning bizning yolumuzni tosash uchun qilmaydigan uyalları yok. Kanada'da 1,5 milyon, 2 milyonda Xitoy nüfusu var. Saylamda bu Xitoylarga belgilek saylam neticesiga ta'sir ko'rsatadi. Bularning bu har qanday siyosiy partiya ovozini ilishga ko'rishadi. Demak ki Uyg'urlarning unda kuchimiz yo'q endi. Shunda bo'lsa-mu, endi Uyg'urlarning manfaati nuqtasidan bevosita Uyg'urlarga manfaat jihatdan to'qinadigan ishlar yana Kanadada yuz beryapti.
Yani tirişçanlık, üzlüksiz şu bel koyup etmey nima qilganlikdan bo'lyapti. Uyg'ur qarindoshlarimiz jiqlari Kanadada bu da'voning nimasidan xabari yo'q endi. Birisi mening ularni deb bunaqa tashviq qilgan vaqtim chiqmaydi. Ikkinchidan qarindoshlarimiz bak qiziqib ketmaydi buni. Bunaqa nima deymiz, xalqning diqqatini qo'zg'aydigan palonchi undaq qilibdi. Bunaqa g'alitroq narsalar qiziqadi, va da'voning taraqqiyot masalalariga qiziqib ketmaydi. Anadan keyin M62 meselesida qarindoshlar bu ishlarni bak oddiy hisoblab qoldi. Shu boshlanishdan burun bu programni Turkiyaga kelgan uchurlar qarsam shunday, biz qachon ketamiz, biz tizimlag'ili bir oy oldi, bir yil oldi. Biz ismimizni yozib qo'ygan nimadoq bizga viza chiqmaydi degandek har xil gaplarni insonlar anglaymiz. Kanadaning muqim sistemlashgan bir davlat ekanligini, ko'chmanlar siyosati, ko'chmanlarning meselelerini hal qiladigan qadam bosqichlarni takomillashgan bir seviyada ekanligini insonlarimiz bilmaydi. U nurg'un to'ldiradigan inkitlar bor. Nurg'un o'tadigan to'sqinliklar bor, suzgichlar bor. Shularni o'tab bexatarlik tekshirish va shu bitmay turib hech kim ikkilanmaydi. Uyg'urlarning qish chiroylikdan butun qoida yo'sinlarni biri qarab qo'ymaydi Kanada. Shunda bo'lsa-mu, hozir men Kanadaga kelganimda balkim sizlar biroz tushungansizlar. Uyg'urlarning ishi tarix eng cho'qqin bo'lib o'tgan. Eng cho'qqin. Kanadada turib 8 yilda sizlar qulog'ini olgan PR kartni olmagan insonlar yomon chiqdi. Buni hozir Kanadada turib iltimos qilsa 8 yilda olmaydiganligi hukumatning o'zining to'g'ri kelib turibdi. Ammo M62 kelgan Uyg'urlarni kelib bir oy qolmay Kanadada turib haqlar 8 yilda olmagan narsani sizlar avatsizlar shunaqa. To'g'ri. Moshundakan yana Kanadada garchi biz oz qadam ishlarni qilayotgan bo'lsak-mu, ishni to'g'ri qadam bosqichlarini to'g'ri joyida bütün siyosiy partiyalar bilan o'xshash musobat turib ta'siri kuchlik safarbarlik harakatlari ilib borganimizning natijasida bu bo'lyapti. Ondan keyin turish 5 yil jarayonida Kanadaning hukumat organlari bilan bo'lgan konuşlarimiz, ularning bizni tonishi. Sonrashqa hamda qarindoshlarimiz kavag'illar biroz xotirjam bo'ldi. Nimalar bo'lmasa xotirjam bo'ldi. Ishlari mengavatganlar biroz sabr qilsin. Ba'zilarning anadan keyin biroz yelimikrlik bilan bu ishni shular o'tab ketaman deb bu qarindoshlarimiz hozir 120 dan ortiq sonni bekor qilyapti. Bilib turib bo'lmaydiganligini shu yo'llab anadagi hukumat rad qilgandan keyin son o'ludi endi. 120 odamning sonini o'ltirdi Turkiyalik qarindoshlarimiz ochko'zlik qilib shaxsiyatchilik qilib. Bu masalada unda qilmay biroz kang qo'saqliq bo'lgan yaxshi edi, biroz boshqalarni o'ylagan yaxshi edi qarindoshlarimiz uni qildi. Mana endi bundan keyin O'zbekistonning nimasini ochgan bo'ldik, hukumatga davishirib, O'rta Osiyodan ba'zi davlatlardan bolalar tizimlayapti. Mayli nim bo'lishdan qat'iy nazar shu 10 ming Uyg'urning Kanadaga balkim bu 1-2 yil ichida kapil olishini atayin, chunki hukumatda hozir ming biz sonni to'liq yo'llab bersakmi, yana ishlamlarni tugatadigan odam yetishmayapti hozir. Shu men boshda degandek 3-4 million odam sistemaga tiqilib qolgandan keyin ya ularni chiqarib oldi bir amal qilib, hozir Kanadada shu qonunni muzokara qilyapti, C12 deb. Bo'lmasa sistema shunday qilib qapsilib qoldi. Buni ayat Turkiyada qilgan qarindoshlarimizga buni desakmi tushunmaydi. Shunday bir avval bu realniy masala hal bo'lmay turib, qarindoshlarimizning ishimi unda birdan bilan bo'lib ketmaydi. Shunday bo'lsin. Mening tutgan yo'lim hukumat bilan yomonlashib, ular bilan jidallashib men bir joyga borolmayman. Mening kuchim oz. Ular bilan shu hech bo'lmasa oqmisimi tomchiyotdi deganda bir umid bilan programmani to'xtatmasdik. Ama 6-chilar yana bir 8 qarindoshimiz keldi. Yana kelyapti. Har kuni uchurlar kelyapti. Qarindoshlarni ish qilyapti. Mana mang'ash to'sin bu program hozircha. Ama eğer maliye hamçotunu ko'raylik parlament sunadigan, uningda Ko'chmanlar ministrligi ajratgan pulda o'zgarish bormi yo'q. Ondan keyin insonparvarlik va mehr shafqatlik asosidagi Kanadaga kelganlarga yordam turi bor. Uning ajratgan pulda o'zgarish bormi yo'q. Shuni qaraymiz. Shuni qarab
Anadan keyin navada biraz iqtisodiy jihatdan ozlagan taqdirdami Uyg'urlardan kesmay buni boshqa yerdan kesilganga nima qilib hamda shunaqa qilish to'g'ri keldi. Har bir qadam bosqichi bir jidal majro hamda shu jidal majroni hal qilib Dadı mangandek tesi okuldu. shu toqqa yamashgandek ish. Köptün köp rahmet hem de bunu hem de neçe vaqtdan yaqı belki nurgun kitleler qilib qolgan bo'ldingiz materiallarni sertibat degan bo'ldi. Buni anlab turibmi yana bu ishni davomlashtirish endi testchu. Birisi bir do'stimiz yoki og'aynimiz bizning yomon gapimiz qilib qolgan taqdirda buni izlashmay tashvit etgan olma. Hamda bir muncha bu qanday emas. Fitna bo'lsa bir yerlik kelmagan keyin to'xtatmay hamda kelgan nima deymiz. Xalqni so'yish uchun işte nima ketadi ekan hamda. Xalqim meni azoblasimi? Xalqim men shu suyimlikdir deb degan odam qila oladi ekan shu ishni. Buni ojiq psixikalik besim bo'ldi ekan degandek. Anda bo'lgandan keyin sizmi inshaalloh bundagi xizmatlaringizga utuq tilaymiz. Bundan keyin teg'imijiq Uyg'urlarning bu yerga kelishi, Kanadaniki Uyg'urlar uchun teg'im yaxshi bir yer bo'lish uchun tilakdoshmiz. Programmamizga qatnashganingiz ko'p rahmat. Ko'rmal. Eng oxirida men bir qiz bir nimasinday. Aslida program texmi qo'qqan. Texmi qadam kelishi mumkin dema. 2023-yil Turkiyaga yetaveradi. Bizning Uyg'urlarimiz hamda bolalarimiz olib Turkiyaga 20 million dollar yordam qildi. Xo'sh. Turkiya bir davlat hamda hammamiz vayron bo'lsami kuchli bir davlat bu. 20 million dollar bilan hamda Turkiyada ta'sirim ko'p. Halbuki shu 20 million dollar bilan biz her yili 500 aileni 500'den 600 aile sponsor qilib ekilib. Shunami? Yani buni 20 million bo'lsa, 20 ming dollardan bo'lsa shaxsiyga 1000 odam ekildi. Ailega 30 ming dollar desak 600 odam hamda. Ekilib, pulni xajlab etmay, qarindoshlar ya kelgandan keyin bir oylik yordam qilsakmi? Shunami ya? Onun uchun qarindoshlar ishga o'rlashtirib ketgan bo'ldi. Xo'sh. Onatga pulni aylantirib, her ishli mingdan odam ekilib, Kanadada tayyor bir sistem bor, community sponsorship. Xo'sh. Bir yillik kirimiga ega bo'lamiz bu shahardagi nimasiga. Kelganga ish kuchi ketsa, uningga yordam qilishning o'rni o'zini baqalaydi. Uyg'urlarning tarixida hal qilg'ish nasib bo'ladi. Anadan keyin shu hukumatning puli olib bo'g'icha 10 dak odam ishladi. Hukumatga biz o'zimizni isbotlashimiz kerak emasmi? Biz qila olamiz. Sizlar kutgan o'lcham bo'yicha shu qarindoshlarning iltimos jadvallarini to'sh tuzib Kanadaning o'lcham bo'yicha shularni bajara olamiz deb, shuni biz 2023-yil 7-oydan 2024-yil 10 oy 10 odamni ishlatgan. Her ay 40 ming dollar 4 ming dollardan maaş olsa 40 ming dollar 10 oyda 200 ming dollar biz sarf qildik. Qiyin sharoitda shu u yerdan ba'zi qarindoshlarimiz yordam qilgan bo'ldi. Amerikada bir vaqt yordam qilgan bo'ldi. Bizning Uyg'urlarimizdan bir kuzat oltaydan boshqa yordam qilmadi. Agar mushu joyda bo'lgan bo'lsa, allaqachon ishlar burun boshlanadi. Ya'ni mushundaq bir millatning boshiga yaxshi bir mundaqcha omad deylar, bir yaxshi fursat kelganda qarindoshlarning hammasining qo'ldan keladigan bir ishlar botdi. Shunda vaqtida insonlarni yolg'iz tashlab qo'ymaslik kerak. To'xtab turma millatning ishi, bir odamning hadisini ekanman. Men tonimaydigan insonlar, misha kasat tugun millatga foydasi bor degan umid bilan. Shunda vaqtida bu chet elda xilijiq Uyg'ur va u kichikina pul bilan bu programmani ko'mbetkil oldi-chu. Planlama ishini fikirlarim. Sizlar meyagish akapsizlar, biz oqibatni hapa deyildi. Shuningga qimmatli qarindoshlar. Meni eng o'kindiradigan masala shu. O'zing boshlagandan keyin o'zing nima qilsang qil deb tashlab qo'ygandek-chu. Yilimi qarg'u qilgan Xudoyim hosidni armabdi deb. Amerikadan qarindoshlarimizni ba'zilari shaxsiy yordam qildi. Ba'zilari bir fondlar o'tmas qilib yurib shulardan yordam qildi. Bizning Uyg'urlardan boshqa shu Turkiyadagi yetaverishga million dollar bergan qarindoshlarimiz $1 yordam qilmadi. O'zini balkim tuqqanlar kelganda boshqa ta'da. Bu ibrat oladigan masala. Shu hozirgacha qo'shig'im og'riydi o'sha Turkiyada yetaverishga bergan $20 million. Shu $20 million musharda qo'yib bir fondiga
amanet hesapka hiç kim haclayamaydigan. Şu hesapni şu qarindoshlarning hesap nomidan ochsaqmi, shuni cho'giltib, her yili 1000 odam kelganimiz. 1000 aile. 1000 odamiz, 1000 aile kelgan. Ma M62'den başka bu taşı. Bunda da şu sebepten hem de milletimizge şu dep koyduğun gapimiz bunda fırsatlar vaqt kelmaydi. Kelganda bunda işgallarni yalğız koymaslik gerek. Hiç olmasa köpning nimesi köp boludu. Kichikina bir medratib qo'ysam küçük köp boludu. Shunday vaqtida mushunda cho'ng bir narsani o'g'anda o yalğızlık his qilishi, insonning chorsizlik his qilishi va ig'ir elamish shu. Qarindoshlarimiz shu masalani o'ylamadi. Men bu bak davron qilmadim, chunki agar Xitoyni kuldirmay, shuna bir ishni bu go'ylab kichikina shuni qilolmay, namina tilamchilik olg'ishib qoldi degandek Xitoylar tomosha ko'rmasin deb men bak buni davron qilmadim, lekin bilganlar biladi. Bilganlar bildi, ammo qilmadi. Shunday bo'lsin bu programma shag'ich keldi. Buningdan keyin yana Kanadada shu imkoniyat bor. Navada 10 ming odamning ishi biroz ostlab qolsa, dunyodagi butun qarindoshlarga shuni tavsiya qilaman. Kanadada Uyg'ur panohlanuvchilar fondi deb bir fondi bor. Hukumat tizimlangan, foyda olmaydigan bir qurilish endi. Hozirgacha Qozog'istondan 3 oilaga sponsor qilib keldi. 20 odam. Shu nimaga tashkilotga yordam qilish bo'ldi qarindoshlarimiz shu. Yordam qilib, orliqda sama torbetning nimasini qo'yib qo'yasa, bir amal qilib. Yani qilsa bo'ldi, u pul hech kim hajlamaydi, uni kelgan qarindoshlarga shu yerga aylantirib ishlatamiz uni. Hozirgacha o'zimizning imkonlar bilan qildik, butun dunyoda qarindoshlar Uyg'ur ko'ynaman desa endi. Bunaqa ishlar bor, hamda eng savob ishlarda shuni qilib boqsa bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshi bir fikrlarda bo'ldingiz. Qolganini hamda bu da keyingi programmalarimizda yana bu to'g'riliqqa to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqtingizni ajrab bizga nurg'un yaxshi fikrlarni, taklif fikrlarni berdingiz. Ko'rmanlarga ko'p rahmat. Hozirgacha ko'rib o'tirayotganlarga. Hamsa keyingi programmamizda ko'rishib, Alloh omonat, omon bo'linglar. Siz omon bo'ling. Allohga omonat. Xo'sh.